Sen namchidan kelsa qilsan. Nima meni xizmatkor bo'lish uchun tuqqanmisiz? Sen qaysi ishni qoylatib qilib qo'yding? Sharmanda. Ertaga erga tegadigan bo'lsang, bir haftaning ichida ketingga tepib hayda yuboradi. Jonimga tegib ketdi mana shunaqa gaplaringiz. Umuman erga tegmayman, bo'ldimi? Dugonalarimni qizlari Jonimga tegdi o'sha. Qizuv emas dugonalaringiz qizlari kimligi, nima qilishi, gapirmay o'shalarni menga. Menga qara. Sen o'rtog'ing bilan emas, onang bilan gaplashadi. Nadayil. Og'zingga qarab gapir. Og'zimga qaravamman, qatimga qarang yana. Tinch qo'yasizmi o'zi? O'tirishga qo'yasizmi? Hop. Nima oyimga baqiryapsan? Baqiraman, sizning ishingiz bor. Og'iz meniki, xohlaganimni gapiraman. Aka, xafa bo'lmang, siz duxsiz. Agar men siz o'rningizda bo'lganimda, bu uydan allaqachon ketgan bo'lardim. Shu yoshga yetib ham mashta yashab yuribsiz-ku, uyalmasdan. O, tilingni o'rnima qo'y. Qilaring dedim. Uring ovozingni o'chir. Qayerga ketasan? Gap qayerdan chiqdi? Ma bola jinni-pilni bo'lib qoldingmi? Ma bu telefonda har balo ko'raverib, ma bu miyang aynib ketibdi seni. Yo'q, ber telefonni. Bermayman. Ber dedim senga. Bermayman dedim. Bu meni telefonim. Yashashga beringlar, iltimos.